Assalomu alaykum hammaga. Kelinglar sizlar bilan lavlagili salat tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi 5 dona qizil lavlagi, zelen va lovya. Men oldindan qaynatib pishirib olganman. Lovyaga ozroq suviga tuz solganman. Qizil lavlagi solmaganman. Mana artib, hammasini tayyorlab olib, kubik shaklda to'g'rab olaman va ketidan lovyani solaman va zelenni solaman. Undan keyin ozroq semichka yog'i 4-5 qoshiqcha solib aralashtiraman. Mana juda ham mazali va koni foyda, qonni ko'paytiradi, immunitetni tiklaydi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, tayyorlab yeb ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa menga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'ying. Bu videoni tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Lavlagili salat.